Assalomu alaykum aziz Mahalla telekanalining muxlislari, assalomu alaykum. Studiyamizga tashrif buyurgan muhtaram mehmonlar, xush kelibsizlar. Mahalla telekanali hamda Kafil sug'urta kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan Kafil shouning 5-soni efirda. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Goodzone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Guldiroz Qarsagilar savdosi ostida bugungi o'yinimiz ishtirokchilarini taklif etib qolamiz. Qarsagilarni aymisizlar. Dilshod G'aniyev Samarqand viloyati Urgut tumanidan tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonmisiz? Qarsagilarni aymisizlar yana bir bor. Marhamat, joyingizga egalashingiz mumkin. Navbatdagi ishtirokchimizni kutib olamiz. Oysafar Husanova Jizzax viloyatidan tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz Oysafar? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi? Charchabyapsizlarmi? Rahmat. Siz ham eson-omonlikda studiyamizga tashrif buyurib oldingizmi? Rahmat. Qarsagilarni olqishlarni aytisizlar. Marhamat, joyingizga egalashingiz mumkin. O'ylaymanki, bugungi mana shu ishtirokchilarimiz orasidan balkim ikkilovligiga ham omad kulib boqib, eng qimmatbaho bo'lgan mana bu avtomobillarimizdan birini qo'lga kiritib ketishadi degan umiddamiz. Omad tilaymiz va o'yinimizni boshlaymiz. Xo'sh, Dilshod aka, ko'rinib turibdiki, mana bu yerda koptokchalarimiz joylashgan. O'yinimiz shartlarini bilasizlar. 22 ta koptokchamiz bor. 22 ta koptokchadan ikkitasi o'tda yonmas, suvda cho'kmas yutuqlardan iborat. Qolgan 20 tasida mana bu yerda monitorlarimizda aks etgan sovg'alar mavjud. Sizlarning vazifangiz birin-ketinlikda mana shu koptokchalarni olib berib turasiz va o'yindan qaysi sovg'alar chiqadi-yu va qaysi sovg'a sizniki bo'ladi. Oddiy sodda. Dilshod aka, tayyormisiz? Tayyor. Shu sahnamizga siz birinchi bo'lib o'yinimizga kirib keldingiz. Demak, sizdan boshlaymiz. Olqish qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Dilshod aka, shu koptokchani birin-ketin olishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan qanday sovg'amiz chiqib ketishi mumkin? Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. Eslatib o'taman, bu sug'urta polisi 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisi edi. Navbatdagi koptokchani olasiz. Ko'ramiz, o'yinimizdan qanday sovg'amiz chiqib ketar ekan. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Dilshod aka, bir savolki, bu o'yinga tashrif buyurishingizdan maqsad nimada? Eng asosiy maqsad. Men televizordan tomosha qilib, qiziqib, Xo'sh, o'zimizni Urgut dehqon bozori hududidan sotayotgan shoxobchadan bir dona oluvdim. Chiqib qoldi. Endi nasib mashina niyat qilib keldi. Mashina aytish. oliy maqsad, Mashina eng katta yutug'imiz avtomobillardan birini qo'lga kiritish. Qarsiz, olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Barakallah. Navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Ko'ramiz, o'yinimizdan qanday sovg'amiz yana chiqib ketar ekan. Kir yuvish mashinasi. Kir yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Ana endi Oysafar o'yinimizni boshlamoqchilar. 3 ta koptokchani birin-ketin olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo lekin Oysafar, bir narsani aytib qo'yaman. Koptokchalarni, Dilshod aka, koptokchalarni olayotganda shoshmasdan o'ylab olinglar. Chunki orasida eng qimmatbaho bo'lgan avtomobillarimiz o'yindan chiqib ketishi mumkin. Marhamat, koptokchani uzatishingiz mumkin. Diqqat qilamiz, o'yinimizdan chang yutgich chiqib ketdi.
Shoshmasdan olasiz. Oysafar, shoshmasdan koptokchalarni oling. Orasidan aytganimdek qimmatbaho maishiy texnikalar ham chiqib ketishi mumkin. Faqat o'ylab harakat qilganimiz ma'qul bo'ladi. Diqqat qilamiz. Goodzone voucheri o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani oling, marhamat. O'ylab oling. Oysafar, o'ylab oling. Chunki sizni turmush o'rtog'ingiz ham nazorat qilib turibdilar. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan qanday sovg'amiz chiqib ketyapti? Konditsioner chiqib ketdi, konditsioner. Oysafar, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ko'p qavatli imoratda turasizlarmi yoki hovlidami? Hovlida. Nechi so'ti? 6 sut. 6 so'ti. Shunday. Mana shu hovlini sug'urta qilganmisizlar? Xudo xohlasa qilish niyat bor endi. Barakalloh. O'yindan boshlab Nasib qilsa sug'urta qilamiz ana endi deyaptilar. Dilshod aka, siz qayerda istiqomat qilasiz? Ko'p qavatli imorat, hovli? Yo'q, hovli. Hovlida siz ham sug'urta kompaniyasiga murojaat qilib hovlini sug'urta qildirganmisiz? Yo'q, endi mana ishonch hosil qildik, nasib bo'lsa endi qildiramiz. Bir narsa ta'kidlab qo'yaman, Dilshod aka. Oysafar, kafil sug'urta kompaniyasini 40 ga yaqin bo'lgan sug'urta polislari mavjud. Xohlaganingizni tanlab sug'urta polisini qo'lga kiritsangiz va o'yinimizda o'ylaymizki, yana bir bora ishtirok etishni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Chunki sug'urta polisini raqamlarini elektron tizimimiz tarmog'iga kiritiladi. Ajab emas, keyingi ko'rsatuv va undan keyingi ko'rsatuvlarimizda ishtirok etsangiz. Xo'sh, qo'llab-quvvatlab turamiz aziz mehmonlar. Dilshod aka, yana 3 ta koptokchani olishingiz mumkin bo'ladi. Kayfiyatni ko'taring, negadir kayfiyatingiz yo'qqa o'xshaydi. Yoki butun anaqa nima deydi, intellektual qobiliyatingizni mana shu koptokchalarga tashlayapsizmi? Qanaqadir energiya meyapsiz. Spark o'yindan chiqib ketdi. Dilshod aka, shuning uchun men Oysafarga va sizga aytdim-da, koptokchalarni olayotganda birozgina o'ylabroq, shoshmasdan oling degan edim. Navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Diqqat. Sizda ham Goodzone voucheri, 1 million so'mlik Goodzone voucheri o'yindan chiqib ketdi. Marhamat. Navbatdagi koptokchani olamiz. Trekker. Navbatdagi avtomobil o'yindan chiqib ketdi. Dilshod aka, shoshmasdan o'ynang, o'ylab koptokchalarni oling deyapman. Oysafar, sizga murojaat qilishimdan avval men hozir studiyaga sizning olqishingiz, qarsagingiz sadosi ostida katta g'aznachimizni taklif etmoqchiman. Qarsagiylarni ayamaysizlar. Muhammadjon Bobojonov. Assalomu alaykum aziz studiyamiz mehmonlari, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, yurtimiz mehmonlari, sizlar bilan yana mana shu studiyada ko'rishganimizdan juda xursandmiz. Ishtirokchilar bizga murojaat qilishyapti. Biz internet tushunmaymiz, payinetni tushunmaymiz. Bolam qanday qilib ko'rsatuvlarda ishtirok etsak bo'ladi, mehmon bo'lsak bo'ladi, bizga murojaat qilishadi. Aziz muxlislarimizni diqqatiga, aynan sizlar uchun, sizlarning qulayliklari uchun ajoyib esda qoladigan telefon raqamlarini sizlarga e'lon qilmoqchiman. Ma'lumot uchun 71lik kod 200 04 14 24 soat murojaat qiling. Xohlagan ma'lumotingizga javob topasiz. Men hammaga omad tilayman. Omadli ishtirokchilarimizning yonlariga borishga ruxsat bergaysizlar. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Aka, bizni Urgutda ko'rishayotgan ekan, men boshim osmonga yetdi. Xursandman juda. Ko'rsatuvimizning asosiy maqsadi Anvar aka, xalqni sug'urtaga bo'lgan ishonchini oshirish. Va mana shu sug'urta bahonasida xalqimiz bilan mana shu studiyada ko'rsatuvda tanishib, ularni bir qanaqadir bir sovg'a egasi bo'lishiga yordam berish. Tortish bilmayman. Men hozir bunaqa qilaman aka, to'g'risi, endi omadli ham. Men endi naqd pul berishim kerak sizga, ko'p pul bera olmayman, lekin naqd pul beraman. 5 million so'm beramiz aka. 5 million so'm kichkina pul emas, ha?
kichkina pul emas. Ana shu 5 million olasiz aka, o'yinni joy to'xtatasiz. 5 million so'm. Yomon emas. O'ylab ko'rishingiz mumkin aka. 5 million so'm. Nima deysiz? O'ynaysizmi? Aka. Aka, o'ylab ko'ring. Men hozircha Oysafar bilan tanishib turing. Oysafar, xush kelibsiz. Kimlar bilan keldingiz? Ukam, xo'jayinim, qaynukam, ovsinim. Bular jiddiy bu shouga kelgan odam kulib o'tirishi kerak-ku. Oysafar, endi bu o'yin. Ochiq gap. Lekin mana ishtirokchilarimizni ko'rsatuv kelgandan keyin arzonroq sovg'a olishmasin deb mana bizni ko'rsatuvda ozgina sifatiga ham, qiymatiga ham biz yaxshiroq e'tibor qaratyapmiz. Mana ko'ryapsiz, 3 ta sovg'a o'zgargan, qimmatroq sovg'alar. Lekin nasib qiladi bu qilmaydi, u o'yin ko'rsatadi. Lekin men sizga dangal 5 million so'm beraman, akam ko'nmadilar. Akam ko'nmadi, lekin 5 million so'm kam emas. O'yin. Nima deysiz? 5 million so'mga rozi bo'lasizmi yo o'ynaysizmi? O'ynaydi. O'ynang. Aka, siz ham o'ynang. Sizlarga omad tilayman. Men shu yerda bo'laman, Anvar aka. Xo'sh. Ijrodaga g'aznachimizni bozori pishmadi. Bo'ldi. Xo'sh. Oysafar, diqqat qilamiz va 3 ta koptokchani ketma-ketlikda marhamat akvariumdan olishingiz mumkin. Bittadan olasiz. Shoshmasdan olasiz, shoshmasdan. Ko'rdingiz, Dilshadagamda hozirda 2 ta avtomobil ketma-ketlikda chiqib ketdi. Ammo lekin sizni mana ko'rib turgan bo'lsangiz, variantlaringiz juda ham keng hali. Diqqat qilamiz o'yinimizdan. Diqqat! Boya aytib o'tganimdek, o'tda yonmas, suvda cho'kmas xazina. G'aznachimizni yana bir bora taklif etamiz. Ana Oysafar, sizdan hali uzoq xayrlashga ulgurmadim, yana yoningizdaman. 5 millionga ko'nmadingiz. Ana endi sizni bir baxtingizni, omadingizni sinab ko'ramiz. Bu yerda 3 ta kalit bor. Biri mana shu qulfi kaliti. Xullas, ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Tanlang. Studiya diqqat, jimlik. Yomon tarafdan, Yomon boshlab turasiz. Harakat qilib ko'ring yana. Ochilmadi. Demak, u kalit emas. Joyga turasiz. Bu kalit qo'lingizda tursin. Bu kalit qo'lingizda tursin. Hozir Ortiq Sultonov aytardilar. Ana endi Ortiq Sultonov o'zini baxtini, omadini sinab ko'radi. Bu gal endi Muhammadjon bobojon omadlar. Tegirmon navbat bilan deganlardek. Hozir Ortiq Sultonov meni tomosha qilayotgan bo'lsa, kuldilar ozgina. Ortiq Sultonov ikkinchi safar ham o'zini sinab ko'rishlari mumkin edi. Men ham hozir sinab ko'raman. Agar keling, suydim. O'z qo'lingizni oling, o'z qo'lingizni oling. Agar siz kalit ochganingizda qaysi sovqani egasi bo'lardingiz? Oling, ko'rsating. Idish tovoqlarni yuvadigan mashina. Lekin kayfiyatni ko'taring, chunki oldinda qarang, sizda Rekord, Popul, Spark o'ylayapsizmi? Qanaqa imkoniyatingiz bor? Yaxshi kayfiyatda o'yinni davom ettirasiz. Men esa Anvar aka, sizga xalaqit bermayman. Navbat Anvar Salimovga. Rahmat. Ikkinchi koptokchani olamiz. Marhamat. Qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Diqqat.
Beshtasi bittada bir narsani ta'kidlab o'taman. Agarda mana shu sovg'ani o'yinimiz so'ngida qo'lga kiritgan bo'lganingizda, bilasizmi, mana shu 5 tasi bittada to'plamchida qanday sovg'alar bor? Gaz plitasi, mikroto'lqinli pech, blender, bo'sh qiymalagich, kafevarka. Chunki bu 5 tasi bittada sovg'alar to'plami, mana shu maishiy texnikalar to'plami hozirda birozgina o'zgartirildi va mana shu to'plamning ichiga mana shu eng so'nggi rusumdagi gaz plitasi qo'yildi va undan tashqari bir narsani ta'kidlab o'taman, Oysafar, mana shu sovg'alarning hajmi ham kengaydi. Narx tomonidan, puli tomonidan men sizga mana shuni tushuntirib o'tayapman. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Yana bir dona koptokcha oling. Biroz shoshmasdan oling deyapman, Oysafar, shoshmasdan. Mashina chiqib ketsa nima qilasiz? Diqqat! Muzlatgich o'yindan chiqib ketdi. Muzlatgich o'yindan chiqib ketdi. Hech qisi yo'q. Hali monitorimizni ko'ring, hali sovg'alarimiz talegini, eng asosiysi mana asosiy sovg'alarimiz yuqorida turibdi. Tracker Cobalt Spark avtomobillari. Dushadaga marhamat, siz ham uchta koptokchani olishingiz mumkin bo'ladi. Bittadan koptokchalarni olamiz. Ko'ramiz. Bu gal qanday sovg'amiz o'yindan chiqib ketadi. Muzlatgich o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani oling. Dushadaga shoshmasdan o'ylab oling. Diqqat! Yumshoq mebellar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani olamiz. Marhamat. Diqqat! Studiyamiz mehmonlari, diqqat qilamiz. Idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Idishlar to'plami. Xo'sh, Oysafar, marhamat. Uchta koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat. Diqqat qilamiz. Spark avtomobili o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani oling, marhamat. Chiqish yo'q. Hali oldinda yana ikkita avtomobilimiz bor. Tracker va Cobalt. Diqqat qilamiz, televizor o'yindan chiqib ketdi. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, 3-koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Studiyamiz mehmonlari, diqqat. Kir yuvish mashinasi ham o'yindan chiqib ketdi. Davom etamiz azizlar. Dushadaga sizga yuzlanaman. Marhamat, siz ham 3ta koptokchani olishingiz mumkin. Xohlasangiz aralashtirib yuboring, xohlasangiz yo'q. Xo'sh, ko'ramiz. O'yindan qanday yutug'imiz chiqib ketyapti. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi. Dushadaga sizni ko'ryapsizmi? Muxlislar qanday qo'llab-quvvatlab turishibdi. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi, ammo lekin sizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat! Planshet o'yindan chiqib ketdi, planshet. Muhammadjon, Labay. 1 daqiqa sabr qilib turasiz. Dushadaga 3-koptokchani oling, marhamat. Diqqat. 5 tasi bittada. Boya aytib o'tganimdek, maishiy texnikalar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Muhammadjon Bobojonov, Rahmat. marhamat, davra sizga muntazir.
endi o'zimni aziz muxlislarim bilan suhbatlashamiz. Yosh ulug' qilib berishim kerak. Ko'rsatuvimiz kelgan yosh ulug' mehmonlarimizga. Ayajon necha yoshdasiz? Hormayli, yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Men Toshkentdan. Necha yoshdasiz onajon? Necha yosh berasiz? Men ayol kishining yoshini men bera olmayman. 67 da. 67 da. Bering mikrofonni. Ana endi 67 dan katta bo'lgan mehmonlarimiz bormi? 67 dan katta bo'lgan mehmonlarimiz. Kim 67 dan kattaroq? Necha yosh? 55? Yetmayapti, ikkita yetmayapti-yu. Yetmayapti-yu. Bormi? Bormi? Nima qilamiz? Menimcha bu davramiz. Mana shu davrani eng ulug' yoshdagi onajonimiz mana shu sovg'aning egasi bo'lsalar. Ona. Ona. Biz ko'rsatuvimiz bosh homiysi sug'urta kompaniyasidan bu sovg'a. Bunisi esa bizning homiymiz Gudzon brendi ostidagi maishiy texnikalar do'konlaridan eng ajoyib sovg'a. Onajon, 3 yil garantiyali sovg'a sizga. Sog' bo'ling. Soling. Sog' bo'ling. Rahmat onajon. Keling mana, o'tirib oling. Rahmat. Endi shu yerga keldim. Bu muxlisimiz o'zlari kamtarona o'tirganlari bilan, lekin bizni sug'urta kompaniyamizni Qo'shraboddagi vakili hisoblanadilar. Aka, Qo'shrabodliklarni sug'urta kompaniyasiga, sug'urtaga bo'lgan, bizni ko'rsatuvimizga bo'lgan qiziqish qanaqa bo'lyapti? Ishtiyoq juda Qo'shrabod tumanida baland. Bugungi kunga 5000 dan yaqin polis chiqib ketdi. Qo'shrabod tuman 5 ta bor. Ketdimi yo egalariga sotildi, egalariga sotilib o'yinda ishtirok etyapti. Bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga eslatib qo'ymoqchiman. Hurmatli onajonlar, otajonlar, bizni uzoq qishloqlarda tomosha qilayotganlar, agar bizni ko'rsatuvimizda ishtirokchi bo'lmoqchimisiz, bizni telefonlarimizga qo'ng'iroq qiling. Aynan siz uchun yana eslataman. 71 lik kod 200 04 14. Qo'ng'iroq qilinglar, kutamiz. Qo'shrabodlik barcha kafil shouning ishtirokchilariga omad tilayman. Yanagi o'yinlarda qo'shrabodliklar ham keladi degan niyatdamiz. Kafil shou Zo'r! Kafil zo'r! Muhammadjon, Ha, Anvar aka, sovg'alarni topshirdingizmi? sovg'alar topshirib onajonimiz Niyatingizga erishdingizmi? erishdimi? Singlim, endi ochiq gap o'yin. Lekin biz ko'rsatuvimizga kelgan ishtirokchilarimizni sovg'asiz, yutuqsiz jo'nata olmaymiz. Men unaqa maydalanib o'tirmayman. 8 million naqd beramiz. O'yin to'xtaydi. Qarindoshlar. O'ynasinmi? Ha. Turmush o'rtog'ingiz bilan? Shu so'rasam maylimi? Men baribir siz ko'zlariga qarab turibsiz. Maylimi? O'yin tanishtiring. Ismim Jahongir, Jizzax viloyatidan. Ha, shularni umr yo'ldoshlariz. Turmush o'rtog'imda. Hozir nima deysiz? 8 millionni olib to'xtatsinlarmi yo? Ya o'yinimiz xudo xolasa yaxshi O'ynasinmi? O'yinimizni etkazamiz, oxirigacha o'yin davom ettiramiz. Trekni yutsinmi? Xudo xolasa trekni yutamiz. Trekni qaytmasgansizlar. Omad tilayman, o'ynang. Navbat Anvar Salimovga. Marhamat, 3 ta kop to'kchani olishingiz mumkin. Bittadan olasiz. Diqqat! Telefon o'yindan chiqib ketdi. Safar qarang, studiya mehmonlari sizni qanchalik qo'llab-quvvatlab turishibdi. Marhamat, navbatdagi kop to'kchani olishingiz mumkin. Diqqat! Planshet o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi kop to'kchani olishingiz mumkin. Negadir shoshayotganga o'xshaysiz, a? Hayajonlanayapman. Shoshmang. Omad o'zingizni qo'lingizda. Mikroto'lqinli pechni ham qo'ldan boy berdi.
Dilshod aka, sizga yuzlanaman. Marhamat, 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Aziz muxlislar, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, Dilshod akamiz hozir mana bu akvariumdagi koptokchalarni umuman aralashtirmayaptilar. Qaysidir ma'noda strategiya qilib o'ynashga harakat qilyaptilar. Endi diqqat qilamiz. Muhammadjon Bobojonovni yana bir bora 2 ta quti bilan studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Koptokchamizdan 2 ta quti chiqdi. Aka charchamayapsizmi? Yaxshi o'yin bo'lyapti. Natija yomon emas, natija yomon emas. Kim bilan keldingiz? Eslatmadingiz? Oilalarim, jiyanlarim, mana bu kishi birinchisidagi akam, kishi pochchom. Ya bir chetkadan ayting, mana bu yoqda. Tomondan Kulib turgan akamiz kim bo'ladilar? akamiz bo'ladilar bu kishi, bu yoqdagi. O'zi akangiz bo'ladilar? Katta akangiz. Kishi pochchomiz bo'ladilar. Akangiz pochalarimi? Bu kishi katta apamiz bo'ladilar. Bularni erlari. Bu kishi kichkina Yaxshi apamiz. keldinglarmi? Bu yoqdagi Mana kulib turgan. shu arkadagi bir qator hammasi jiyanlardan. Mana shu hammasi jiyanlardan. Bularni o'zi olib kelganmisiz? Yo'ldirib ketdi-da. Bunday qilamiz aka. Aka, chiqish ham bir baxt-ku. Baxt, aka, o'sha turganingiz baxt. Chunki bori qancha bizning muxlislarimiz, siz muxlislaringiz ham hozir havas qilishyapti sizga. Qani men ham borsam, mayli bitta qutichadek pulni olsam ham mayli deb niyat qo'ytirganlar bor-ku, to'g'rimi? O'shanga aka bilasiz buni shart-sharoitini, bitta qutidan tanlaysiz. Pulligini tanlasangiz pul sizga, tanlamasangiz pul bizga. Qo'lingiz qo'ying. Ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Aka bunday qilamiz, aka. Aka, men ko'ryapsizmi mana hozir qarang. Samarqandlik akamiz boydan men bilan 5 ball sizga 5 ball deyaptilar. 5 ball. Bildimmi aka? Bunday qilamiz. Aka, bunaqasi hal bo'lmagan. Mana shu qutichani ichidagi pul bo'lsa-yu, bo'lmasa-yu, buni ochishimiz kerak, to'g'rimi? Biz ochmaymiz. Mana shu qutichani ochmaysiz, men sizga naqd 100 ming so'm beraman. O'ylab ko'ring. Mayli, mana qilamiz. Mayli. Muxlislar sazasi o'lmasin. Ketsa bizdan ketdi. 200 ming beraman, ochmaysiz. Nima deysiz? Ochasizmi? Demak, 300 ming taklif qildim, siz men sizga 300 ming taklif qildim. Siz yo'q dedingiz. Qarshi chalib qo'yinglar. Aka. Nasibgina bo'ladi. Rizq hali mana qarang qancha ko'p shuncha sovg'alar turibdi. Albatta bugun sovg'asiz ketmaysiz. Kayfiyat tushirmang. Men hali yana kelaman. Navbat Anvar Salimovga. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Bunisi chiqmasa, bunisi chiqishi mumkin. Eng yuqoridagisi chiqishi mumkin. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat! Notebook o'ynashib ketdi. Yo'q. Yana bitta koptokchani olasiz, marhamat. Diqqat! Studiya diqqat! Ko'ramiz. Go'sht qiymalagich o'ynashib ketdi. Oysafar. Xo'sh, ana endi navbat sizga yetib keldi. Marhamat, siz ham 3 ta koptokchani birma-bir ketma-ketlikda olishingiz mumkin. Ahamiyat berasizmi Dilshod aka? Siz koptokchalarni umuman aralashtirmayapsiz, ammo lekin Oysafar har gal aralashtirib o'ynayapti. Bu ham bir qaysidir ma'noda taktikaga kiradi-da. Xo'sh, diqqat qilamiz. O'yinimizdan go'sht qiymalagi chiqib ketdi. Yaxshi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin.
Diqqat qilamiz, diqqat qilamiz. Trekker o'yindan chiqib ketdi. Trekker. Chiqisi yo'q. Hech chiqisi yo'q. Hali oldinda yana bir avtomobilimiz turibdi, Cobalt avtomobilimiz turibdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Shuning uchun aytayapman, shoshmasdan, o'ylab, qarab, sezib oling koptokchalarni. Diqqat! Diqqat qilamiz. Yumshoq mebellar to'plami o'ynashib ketdi. Xo'sh. Yushidagi ikkita koptokchani olishingiz mumkin bo'ladi. Bittadan olamiz ikkita koptokchani. Diqqat. Studiya mehmonlari diqqat qilamiz. O'yinimizdan mikroto'lqinli pech chiqib ketdi. Diqqat qilamiz. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Koptoklar umuman qimir ham etmasdi. Hech qimirlamasa, Yaxshi. ketib qolmasa. Yaxshi. Eng muhimi konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Eng muhimi xotirjam bo'lib turibsiz, kayfiyatni ko'tarinki ruhda ushlab turib. Xo'sh, diqqat qilamiz. Hoysafar sizga yuzlandim. Xolasangiz aylantiring, xolasangiz yo'q. Diqqat qilamiz. Nechta koptokchani olishingizni aytmadim-ku? Ikkita? Men sizga aytganim yo'q hali. Marhamat, ikkita koptokchani oling, mana birinchisini olib bo'ldingiz. Sug'urta polisini qo'ldan boy berdingiz. Sug'urta polisi 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisini qo'ldan boy berdingiz. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Cobalt o'yindan chiqib ketdi. Cobalt. Kayfiyatni tushirmaysiz. Muhammadjon Bobojonov. To'rtta sovuq qop. Men qarang, siyram. Yana bitta bizni o'yinimiz bor bular tezkor yutuq. Bitta tanlaysiz. Tanlaganingiz sizniki bo'ladi, o'yin to'xtaydi. Lekin mana hozir nima O'yin oxirigacha Oxirigacha o'yinimizni o'ynasizmi? tegamiz, o'ynaymiz, xudo xohlasa. mayli, ulaydim. Mayli. Siz o'zingizniki tanladingiz. Xo'sh. Aka, shuncha odam olib kelibsiz. Ularni endi yo'lda ovqatlantirib, Samarqandga kirib, no'xat sho'ridan yeb, mehmon qilib Toshkentni aylantirib ketishingiz kerak. Bunga nima kerak? Mashina mana mashina. Men sizga ana, dodam zo'r aytyaptilar. Dodan beraymi? Pul beraymi? Ana, mana 5 million beraman, dodam hurmat. 5 million o'yin to'xtaydi. O'yinlarni oxirigacha. Mana, doda 5 million dedim hozir. Yo'q deyaptilar. 8 million beraman. Doda siz ayting hech bo'lmasa. O'yinlarni oxirigacha. 8 million taklif qildim yo'q dedingiz, ha? 8 million olsa shuncha odamga yetmaydi o'yin. Oxirigacha o'ynaymiz. Mayli, o'ynang. Siz tomondaman. Anvar Salim Kinobat. O'yin davom ettiramiz. Chakkimas. Dushidagi 4 ta sovg'amiz mavjud va xazina. Sirli sandiqchamiz ham mavjud ekanda. Xo'p, siz unday bo'ladigan bo'lsa, ikkita koptokchani olishingiz mumkin bo'ladi. Diqqat qilamiz. O'yindan qaysi sovg'amiz chiqib ketadi. Chang yutgich o'yindan chiqib ketdi. Yaxshi. Marhamat, yana bitta koptokchani olasiz. Diqqat qilamiz.
Telefon. Telefon o'ynashib ketdi. Qoyil. Endi yuzingizga tabassum yugurishni boshladi. Bak. Ochig'i, endi yuzingizga tabassum yugurishni boshladi. Xo'sh. Qoyil. Oysafar, diqqat. Studiyaning holatini ko'ryapsiz. Siz ham ikkita kop to'kchani olishingiz mumkin. Marhamat, diqqat qilamiz. Diqqat. O'yindan qanday sovg'a chiqib ketadi? Studiyamiz mehmonlari, diqqat e'tiboringlarni qarab turasizlar. Idish tovoq yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi kop to'kchani olasiz. Ikkita quticha. Muhammadjon Bobojonov yana bir bor taklif etamiz. Marhamat. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Endi bunaqa qilsa nima deysiz? Endi xohlasangiz yo o'zim tanlayman desangiz, mayli. Muhammadjon. Qutlug' uydan quruq ketish. Yo. Men pul berayotganim yo'q. Mayli tanlang. Yoki xohlasangiz kuyov bola tanlasin. Yo, o'zlari yetishlari kerak. Yo, men o'zim tanlayman ishlari kerak yoki Arslonni nima desalar shu deyish kerak. O'zlari ayta qolsin. Tanlaysizlar. O'zi endi. Imo ishora qiling, men qaramay turaman. O'zlari tanlaylar, siz imo ishora qilib qo'ying. O'zing tanlab ol o'zing. O'zingiz tanlang dedilar. Bo'ldi, tanladingizmi? Mayli, oching. Siz turmay yutasiz. Sanab ol. Yerdan olsang ham sanab ol. Barakalla. Xo'sh. Anvar aka, Labay. vaqtingiz tugab qol, meni galim. Rijot aka. Aka, endi hozir mana ko'ryapsiz-ku, natija yomon emas. Men gapiraymi, muxlislar gapirsinmi? Aka, xullas 500 ming, 1 million degan gap yo'q. 10 million beramiz. Shu joyda o'yinni to'xtatasiz. 10 million so'm. O'yin. 10 million so'm. O'yin. 10 million deyapman. Bular yo'q dedilar. 5 million qo'shsam, xo'p deylarmi? Yo'q. 15 million so'm. O'yin. Keling, qarindoshlardan maslahatlashib olaylik. Pochcha nima deysiz, pochcha? O'yin. O'yinmi? 15 million yomon aytganim yo'q, pochcha. Pul tugaydi, pul ketadi. O'yin, moshina yutadi nasib desa. Men qarang. Niyat shu. Men qarang, men bunaqa qilamiz. Niyat Siz shu. yaxshilab o'ylab ko'ring, aka. Rijot aka, Samarqanddan keldingiz. Sizni hozir minglab muxlislar, ularning qatorida qarindoshlar, Urgutdagilar hozir hamma, "O, bizni qishloq, qara. To'xta, ovqatni to'xtab tur." Qarab turishdi. Hozir siz mana bu nima deyiladi, idish yuvadigan mashinani ko'tarib ketsangiz nima bo'ladi? Peshona bo'ladi, to'g'rimi? O'shanga men Anvar aka, sizni hurmatingiz, akamga yana 5 million qo'shdim. Ko'ring. Aka, 20 million aka. O'ylab ko'ring aka. Spark bering, Spark. Kobalt yutaman baribir. Aka, Yutaman. qaroringiz qat'iymi? Nasib qilgan avvalasi xudo. Mayli. Men qarang. Aka, oxirgi marta. Yana 5 million qo'shdim, shu joyda o'yin to'xtatasiz. Bo'ldi. 25 million. Aytinglar, qarindoshlar. Pochcha nima qilsin? 5 qo'shin.
Ko'p ko'taveradi. Boshqa qo'sha olmayman. Ochiq Anvar akam oylikini ham, men ikkita qizni oyligisini ham qo'shib yubordim. Mahira uzr. Bo'ldimi? Nima deysiz? Qo'yar aka. Xo'p. O'ynaysizmi yo pul? 25 million. 25 million. 25 million. Baraka. Endi Anvar akam gali, lekin men uzoq ketmayman. Agar siz o'yinni oxirigacha yetkazib qo'yganingizda nima yutishingiz mumkinligini hozir Anvar akam bilib beradi. Aziz studiyamiz mehmonlari, hurmatli teleekran qarshisidagi o'tirgan bizning aziz tomoshabinlarimiz, bu yerda Muhammadjon Bobojonov bir amallab necha millionga ko'ndirdingiz? Yo 25 millionga. Anvar Bir amallab 25 millionga Samarqand viloyati Urgut tumanidan kelgan bizni ishtirokchimizni ko'ndirib, o'yinni mana shu yerda to'xtatdilar. Hozir endi Dilshod akamizdan iltimos qilamiz-u, birin-ketinlikda mana shu 3 ta koptokchani olib beradilar. Shu ochmasak she'rga. Ochmaysizmi? Yo'q. ochsin. Yo'q, Dilshod aka. Ochsinmi, sizga oxirigacha borsinmi? Oching, muxlislar uchun. ochang, ular. Oching. Bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Dilshod akamizni bir marotaba o'yinni boshida koptokchalar aylantirdilar, boshqa aylantirmadilar. Xazina chiqqan bo'lar ekan, ana endi 50 bo'lardi. Navbatdagi koptokchani ko'ramiz. O'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketgan bo'lardi. Diqqat. Voy. Idish tovoq yuvish mashinasi chiqib ketgan bo'lardi. Bu faqatgina o'yin, azizlar, faqatgina o'yin. Oching. Oching, Oching aka, men uchun oching. Agarda 25 million so'm pulni qo'lga kiritmaganlarida Dilshodjon do'stimiz Ko'pincha qo'lga kiritgan bo'lardilar. Shunda ham Dilshodjonni bugungi mana shu pul yutug'i bilan chin dildan muborakbod etamiz. Sizga qolaversa mana bu yerda jigarlaringizni o'tishdi, jigarlaringizni barchalariga minnatdorchilik bildiramiz. O'ylaymizki, bundan buyon ham Kafil sug'urta kompaniyamizning asosiy mijozlaridan biriga aylanasiz degan umiddamiz. Aka, men siz ko'nglingiz ko'tarmoqchi emasman, agar siz 25 ming so'm olmaganingizda, o'ynaganingizda hozirga o'xshab qaramasdan olmasdingiz. O'ylab olarsiz. Qolgan sharikni qoldirdi. Mana xazinam nima chiqdi? Ana shu qolaydi oxiriga. Men o'shani ko'zlab borotdim. O'zi biluvdingizmi, ko'p borligini? Siz o'yindan rozimisiz? Xazina qo'ydim. Albatta roziman. Aka, rahmat sizlarga. omadingiz kelsin. Rahmat. Ketib turasiz, chunki bizda yana mehmonimiz borlar. Rahmat. Xo'sh. Oysafar, o'yin qay tariqa o'tayotganini ko'rib turibsiz, sezib turibsiz. Marhamat, bitta koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan gaz plitasi chiqib ketar ekan. Ya'ni bitta koptokchani olasiz va mana shu akvariumda qolgan sovg'a sizniki bo'ladi. Diqqat. Studiyamiz mehmonlari diqqat qilamiz. O'yindan qanday sovg'amiz chiqib ketadi? Notebook o'yindan chiqib ketdi va Oysafar singlimiz idishlar to'plamini qo'lga kiritdilar. Marhamat. Ochib ko'rsatishingiz mumkin. Idishlar to'plami. Yomon emas. Idishlar to'plami ham juda qimmatbaho sovg'alarimizdan biri. Men sizlarni tabriklayman. Qoyil. Rahmat.
Ana endi Muhammadjon do'stim, bir necha daqiqa bugungi ishtirokchilarimizning vaqtlarini yana olishga majburmiz. Dilshodjon, Oysafar, sizlarning vazifanglar hozirda mana bizning oldimizda elektron tizimimiz turibdi va siz ikkingiz navbatma-navbat navbatdagi kafil shouning 6-sonida ishtirok etadigan ishtirokchilarimizni aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Dilshod aka, marhamat, elektron tizimimiz oldiga kelishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Marhamat, startni bosasiz. Diqqat qilamiz, studiyamiz mehmonlari. 6-ko'rsatuvimizni birinchi ishtirokchisini aniqlayapmiz. Diqqat. Sug'urta polisining raqami 0523 012. Diqqat qilamiz. 0523 012. Rahmat, Dilshodjon, joyingizni egallashingiz mumkin. Ana endi Oysafar, sizni ham taklif etamiz elektron tizimimiz oldiga. Bu yerda barcha mana shu sug'urta polislarni qo'lga kiritgan mijozlarimizning raqamlari kiritilgan. Marhamat, start nuqtasini bosasiz. Navbatdagi ko'rsatuvimizda ishtirok etadigan ikkinchi ishtirokchini aniqlab berasiz. Diqqat qilamiz. Sug'urta raqami 0520 668. Yana bir bora takrorlab o'taman. 0520 668. Joyni egallashingiz mumkin. Endi Anvar aka, Dilshod aka, o'zingiz fikringizni ayting ko'rsatuv haqida, o'yin haqida. Ko'rsatuv haqiqiy ekan, mana bir marta o'ynadik. Mana keldik mana shu yerga. Mana shu jiyanlarimiz ham hammasi o'ynagan hozir. Menga ishonib Urgutni pasti hamma yarmi o'ynadi. Halol ekan. Boshqa o'yinlarda o'ynab haliga davr bunaqa ham bo'lgan yo'q. Aka, yashang. Aka, rahmat. Rahmat aka. Endi sinimizdan suhbatlar olishim kerak. Oysafar, bu safar endi sal ko'p bo'lmay qoldi endi. Lekin siz ko'rsatuv qanaqa taassurotdasiz? Ijobiy, albatta. Avvalambor mana shu ko'rsatuvni tashkil qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Sizlarning ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Meni qo'llab-quvvatlagan turgan tanish bilishlarga hammasiga salom yo'llayman. Minnat. Men bu o'yinga qatnashib, endi men ham o'sha sug'urta polislarini yana o'sha ko'paytirish niyatidaman. Uy joylarni sug'urtalash niyatlarim bor, Xudo xohlasa. O'zi bu ko'rsatuvga nechta sug'urta polisini olgandan keyin keldingiz, ishtirokchi bo'ldingiz? Bitta. Necha pul? 5000 so'mlik. 5000 so'mlik o'zingiz sug'urta qildingizmi yo? Xo'jayinim ikkalamiz bittadan olgandik. Bitta qarshi sharh qo'yinglar. Omad tilayman, o'ylaymanki, albatta keyingi ko'rsatuvlarda ham sizlarni ko'ramiz. Katta qimmatbaho sovg'alar egalari bo'lasizlar. Omad, rahmat. Mana hozirda siz aniqlab bergan sug'urta raqamlari orqali biz ishtirokchilarimizni telefon raqamlarini bildik va ularga murojaat qilamiz va ularni navbatdagi o'yinimizga taklif etamiz. Diqqat qilamiz. Bog'landik. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni mahalla telekanali Kafil Show dasturidan bezovta qilyapmiz. Men Anvar bo'laman, Salimov, ko'rsatuv boshlovchisi. Salomatmisiz? Ha, yaxshi. O'zingizni tanishtirsangiz. Rahmonov Ulug'bek, ikkita ism borda. Ha, Rahmonov Ulug'bek. O'rik. Qaysi viloyatdan? Angren shahri. Toshkent viloyati Angren shahridanmi? Ha. Aloqada bo'lib tursangiz, bizning xodimlarimiz yana mana shu Kafil Showda qanday ishtirok etish
tizimini tushuntirib aytib yuborishadi. Tabriklaymiz. Sizni navbatdagi o'yinimizga taklif etamiz. Mana bu studiyamiz mehmonlari sizni qo'llab-quvvatlashyapti. Rahmat, aloqada bo'lib turasiz. Birinchi ishtirokchimizni aniqlab oldik. Ana endi navbatdagi ishtirokchimizni aniqlaymiz. Studiya diqqat qilamiz. Bog'landik. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni mahalla telekanalidan bezovta qilyapmiz, Kafil Show dasturidan. Men ko'rsatuv boshlovchisi Anvar Salimov bo'laman. Aha. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz, iltimos. Ismingiz nimada? Men Gulbahor Berkinova, Andijondan, Toshkent viloyati. Qoyil. Gulbahor opam, sizni tabriklaymiz. Sizni navbatdagi Kafil Show dasturiga, o'yinimizga taklif etamiz. Agar sir bo'lmasa, sug'urta kompaniyasini qaysi yo'nalishdagi sug'urta polisini qo'lga kiritgan edingiz? Siz orqali jo'natgan edim. Bo'ldi, rahmat. Aloqada bo'lib tursangiz, sug'urta kompaniyasi xodimlari sizga yana bir bor aloqaga chiqishadi. Sizni tabriklaymiz. Navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisiga aylandingiz. Mana studiyamiz mehmonlari hattoki qo'llab-quvvatlashyapti. Rahmat sizga. Mana azizlar, navbatdagi o'yinimiz ishtirokchilarini aniqlab oldik. Sizlarni esa yana o'yinimizni kutib qolamiz va bugungi yutuqlarni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklaymiz deymiz va ekran qarshisidagi bizni muxlislarimizga ekranlardan uzoqlashmasliklarini aytib qo'yamiz. Bundan keyingi o'yinimiz ham davom etadi va qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Yana bir bora assalomu alaykum. Ana endi Kafil Show'ni navbatdagi ikkinchi bo'limini boshlaymiz va Guldiroz Qarsagilar sadosi ostida men navbatdagi ishtirokchilarimizni kutib olaman. Qarsagilarni ayamaysizlar. Orifjon Amdaqulov Jizzax viloyati Baxmal tumanidan tashrif buyurdilar. Orifjon, assalomu alaykum. Kepsiz. Salomatmisiz? Eson-omonlikda yetib keldingizmi studiyamizga? Qo'llaringizga muzdagi hayajon bormi? Bor ozgina. Juda ham yaxshi, hayajon bo'lgani yaxshi. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Qarsagilarni olqishlarini ayamaysizlar. Navbatdagi ishtirokchimiz Tolibjon aka Halimov tashrif buyurdilar. Toshkent viloyatidan, Bekobod tumanidan tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Tolibjon aka. Tetisiz. Hattoki qo'llarimni ham siltib tashladingiz. Qoyilman. Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, a'lo. Yutuq yutgani, eng oliy sovrinni olib ketgani keldingiz. Xudo xolasa. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin. Xo'sh, agarda bizning ishtirokchilarimiz tayyor bo'lsa, o'yinimizni boshladik. Xo'sh, Orifjon, salomatmisiz? Hayajonlarni yelkani ortiga ketkazamiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Chunki sizni oldinda mana ajoyib sovg'alar, mana atrofimizga qarashimiz mumkin, sovg'alarimiz kutmoqda. Xohlasangiz mana shu 22 ta koptokchani yaxshilab aralashtirib tashlashingiz mumkin. Xohlasangiz yo'q va siz 3 ta koptokchani ketma-ketlikda olishingiz mumkin. Marhamat. Xohlasangiz aralashtiring, xohlasangiz yo'q. Toljon aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Eson-omonlikda yetib keldingizmi? Yetib keldik, rahmat. Xo'sh. Diqqat qilamiz. Birinchi
yutug'imiz, qanday sovg'amiz o'yindan chiqib ketdi? Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Chakki emas. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Diqqat qilamiz. O'yindan xazina! Studiyamizga Muhammadjon Bobojonov tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. Xazina Bonu. Xazinachimiz. Xazinachi Muhammadjon Bobojonov. Assalomu alaykum doda. Xush kelibsiz. Qayerdan keldingiz doda? Muhammadjon aka. Tolibjon akamiz Bekobod tumanidan kelganlar. To't gapirolmaylar o'zlari. Yo'q, o'zlari gapira olmaydilar. Siz yaxshisi butun cho'madaningiz bilan bu yoq tomonga o'tingiz maqbul. Nega? Chunki Orifjon xazina sektorida koptokchada xazina yozuvini oldilar-ku. Shunaqasi ham bo'ladi. Bo'ladi. Anvar aka, bir sizni kuldirgim keldi. Xush kelibsiz. Ukajon, kim bilan kelgansiz bugun ko'rsatuvimizga? Bugun ko'rsatuvga dadam, onam, amakimlar, keyin akam. Aka, oilangizni o'zingiz tanishtiring. Bular o'g'ilchangiz-a? Bu sug'urtani polisini kim sotib olgan? O'g'lingizmi yo siz sotib olgin deb aytganmisiz? Yo'q, o'g'lim Samarqandda Toshkent Axborot texnologiya universiteti 1-kurs talabasi bo'ladi. O'sha Samarqandda boya stipendiyasi olganda 5000 klik orqali tashlagan. O'shandan chiqqan. Kimga tashlagan? Sizgami? Yo'q, o'g'limga. O'ziga tashlaganmi? O'ziga tashlagan. 5000 so'mga klik qildingiz. Bir marta. Va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiz. Demak, omadlisiz. Hozir omadingizni sinab ko'ramiz. Bu yerda 3 ta kalit bor. Qani tanlang. Studiyada kalit bor. Studiya diqqat. 3 ta kalitdan biri mana shu sanduqni ochadi. Sal yonboshlab turasiz. Lekin kalt qani, mana kalt olamiz. Qulfli kalti shu yerda, joyingizga turing. Mana kaltni ushlab turing. O'ng qo'lingizni ushlab turing kalitni, o'ng qo'lingizda. Men ham o'ng qo'limga bitta kalitni olaman. Agar shu kalt tanlaganingizda, siz mana shu xazinani egasi bo'lardingiz. Diqqat. Agar bular mana shu qulfni ochganlarda keling. O'zingiz ko'rsating, nima yutuq egasi bo'lardingiz? Planshetni qo'lga kiritgan bo'lar edilar. Rahmat. Endi bular o'zlari qaradingizda ko'rmadinglar. Bu sovg'a, lekin bu sovg'adan boshqa sandiqda hech narsa yo'q. Kayfiyatni tushirmang ukajonim. Hali oldinda qarang, sizni 3 ta mashina va shuncha qimmatbaho sovg'alar kutyapti. Jilmayib, ichki xotirjamlik bilan o'ynashda davom eting. Men shu atrofda bo'laman. Navbat Anvar Salimovga. Rahmat. Yana bitta sharikcha qolganmi? Yana bitta koptokcha bor. Marhamat, olishingiz mumkin. Malik chiqisi yo'q. Endi omad ana shunday bo'ladi-da. Bir gal omad keladi, bir gal ketadi. Xo'sh, o'yinimizdan gaz plitasi chiqib ketdi. Kayfiyatni ko'taramiz. Ana endi Tolibjonaga sizga yuzlanamiz. O'yinga ahamiyat beradigan bo'lsak, Tolibjonaga xohlasangiz koptokchalarni aralashtiring, xohlamasangiz aralashtirmaysiz, marhamat. 3 ta koptokchani olishingiz mumkin.
Diqqat. Diqqat qilamiz. Qanday sovg'a o'yindan chiqib ketdi? Televizor o'yindan chiqib ketdi. Chakkimas. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Shoshmasdan olavering. Soljoniga shoshmasdan tanlab oling. Sizga ruxsat. Xohlaganingizni oling. Diqqat. 5 tasi bittada. Maishiy texnika to'plami o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Studiyamiz mehmonlari diqqat qilamiz. O'yinimizdan qanday sovg'amiz chiqib ketadi? Xazina! Ana omad. Ana omad yaqinlashishni boshladi. Muhammadjon Bobojonovni tutib olasizlar, marhamat. Bizni ko'rsatuvimizda mehmon bo'laman deb bizni tomosha qilib o'tirgan aziz tomoshabinlar, qayerga murojaat qilsam bo'lar ekan deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz kerak. Sizlarga bizning manzilimizni tushuntiraman. Kafir Show'ning Telegramdagi rasmiy kanaliga ulaning, obuna bo'ling va bizni ko'rsatuvimizni kuzatib boring. U yerda ma'lumotlar bor, yangiliklar bor. Tomosha qiling, ko'rsatuvimizga mehmon bo'ling. Dodajon, xush kelibsiz. Kim bilan keldingiz? Ikkita o'rtog'im, sinfdoshim. Qayerdan keldinglar? Begor tumani. Begor tumanida. Muhammadjon, ukam. Yana adashdimmi? Muhammadjon, adashmadingiz. Qaroqchi chollar kelishgan. Demak, siz do'stlaringiz bilan kelgansiz. Do'stlarim, bittasi ukam, ikkitasi do'stim. Ikkita haqiqiy do'stingiz va ukangiz kelganlar sizga qo'llab-quvvatlash uchun. Endi bitta gap. Bunaqa hal bo'lmagan. Bu yerda 3 ta kalit. Mana shu 3 ta kalitdan oldin men siz bilan bir kichkina o'yin qilmoqchiman. Sandoqning ichida ajoyib bir sovg'a bor. Nimaligini hali ko'rganim yo'q. Ochiq gap. Biz ko'rishimiz mumkin emas. Lekin mana shu sandoqni ochmaysiz, men sizga 500 ming so'm beraman. Siz o'yinni davom ettiraverasiz. 500 ming so'mlik bo'lasiz. O'ynaysizmi? O'ynaysizmi? O'ynaymiz. O'ynaysiz. Tanlang unda. Men sizga 500 ming so'm taklif qildim. 500 ming so'm. Qani, marhamat. Yomachondiring. Aman, hamma ko'rsin. Aka. Keling. Hadi. Men qarang. Bitta gap. To'xtat. Anvarik uzr, vaqtingizni olaman ozgina. Yana 500 ming qo'shaman. Shu sovg'ani olmaysiz. 1 million pul beryapman, 1 million. Sovg'a. Doda. Xo'p deng, 1 million o'ylab ko'ring. Yomon gapirayotganim yo'q. 1 million beraman, bu sovg'ani olmaysiz. Sovg'ami? Sovg'a. Oching. To'xtang. Doda. Maydalashmayman. Yana 1 million qo'shaman, bu sovg'ani ochmaysiz. 2 millionlik bo'lasiz, 2 million doda. O'ylab ko'ring doda. Sovg'a. Sug'urta polisidan sovg'a bo'lib qolsin. Sovg'ami? Sovg'a bo'lib qolsin. Sovg'ami? Ochsinlar, ha? Keling doda. Aka, men sizga 2 million taklif qildim. Oling, marhamat ko'rsatishingiz mumkin. Mikroto'lqinli pechni qo'lga kiritdilar. Qaysizlar?
Birinchi yutuq bilan sizni tabriklayman. Rahmat. Birinchi yutuq bilan o'yin davom ettirsangiz bo'ladi. Keling. Anvar aka, o'yin davom ettiring. Men shu atrofda bo'laman. Bo'ldi. Kerak bo'lsam chaqirasizlar. Omad doda. Rahmat. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Olqish qarsaklarni ayamaysizlar. Yana bitta kop to'kchani olishingiz mumkin, marhamat. Qo'llab-quvvatlab turamiz studiyamiz mehmonlari. Tolibjon aka hozir taktika bilan harakat qilmoqchilar. Endi menimcha ko'zlari qandaydir rentgen bo'lsa kerak. Xo'sh, diqqat qilamiz. Idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Xo'sh, Orifjon sizga yuzlanamiz endi. Marhamat, xohlasangiz aralashtiring, xohlasangiz yo'q. Marhamat, 3 ta kop to'kchani tanlashingiz mumkin. Diqqat. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Chiqisi yo'q. Hali sovg'alarimiz oldinda, yirik sovg'alarimiz bor hali. O'yindan ko'ramiz. 5 tasi bittada. Maishiy texnika to'plamlari, maishiy texnika to'plami chiqib ketdi. Marhamat. Gudzon voucheri 1 million so'mga teng Gudzon voucheri o'yindan chiqib ketdi. Yo'q, kayfiyatni tushirmaysiz. Yaxshi kayfiyatda keldingiz. Davom ettiramiz. Orifjon, eng oliy maqsad nimada? Mana bugungi ishtirokchi bo'lib ishtirok etyapsiz o'yinimizda. Eng oliy maqsadingiz nimada? Oliy maqsad hamma qatori trikerda. Avtomobil. Qay birini? Triker. Trekkerni qo'lga kiritish. Qoyil. Toljon aka, yana sizga yuzlandim. Toljon aka kayfiyatlari a'lo. Qaroqchishonlar deganimga xafa bo'lmaysiz, chunki ulfatlar bilan yori birodar, jigarlaringiz bilan tashrif buyurdingiz. Necha yillik og'aynisizlar? Shu maktabda 10 yil birga o'qigan, bitta mahallada o'sgan bola yigitlarimiz bizlar. O'zinglar tortishib, talashib, mana endi qarilik gashtini birga surayapsizlar. Ajab emas, bugun avtomobillardan birini qo'lga kiritib, Xudo xolasa, uyga minib ketsanglar. Xudo xolasa, buni kelsin niyat qilamiz. Mana studiyamiz mehmonlari ham shu gapimni ma'qullashyapti. Marhamat, 3 ta kop to'kchani olishingiz mumkin. Bemalol tanlab olavering. Diqqat qilamiz. Ekranlarimizdan qaysi sovg'amiz ko'tarilib yo'q bo'lib qoladi. Telefon ekan. Monitordan telefon o'chirildi. Marhamat, navbatdagi kop to'kchani olishingiz mumkin. Tanlash kerak. O'ylayver. Ko'ryaptimi Orifjon? Tolibjon aka ham qaysidir yo'nalishda taktika qilyaptilar-da. O'zi ko'rinmayapti cho'g'a, lekin taktika. Yo'nalish bu. Idish tovoq yuvish mashinasi o'yinga chiqib ketdi. Yaxshi. Marhamat Tolib aka. 3-chi kop to'kchani olib berasiz. Navbatdagi kop to'kchani. Diqqat qilamiz. Studiyamiz mehmonlari diqqat. Kir yuvish mashinasi o'yinga chiqib ketdi. Aziz studiyamiz mehmonlari, studiyamizga yana bir bora Muhammadjon Bobojonni bir taklif etishimiz kerak bo'ladi. Marhamat. Kayfiyati yaxshi. Studiyamizning mehmonlarining kayfiyatlari yaxshi. Endi amaki, o'zim amakimsiz. Men bu yerda e'tibor tursam, bugungi ishtirokchilarimizdan ancha omadli amaki ekansiz. Chunki xazinani bitta urinishda ochdingiz.
Demak, siz bilan gaplashsa bo'ladi. Amakijon. Hozir men sizga shu joyda mana do'stlaringiz qarab turishibdi. 5 million so'm beraman, 5 million so'm. Amakim shu joyda o'yinni to'xtatib 5 million so'm. Mikrofon oling. Kim bo'ladi bular? Ukam. Ukangiz. Qondosh ukangiz. Omadni sinab ko'rsin. Aka, amakimlarga 5 million so'm beryapman. Sizni hurmatingiz yana 3 million qo'shyapman. 8 million. Ko'ndiring. 8 million. Omadni sinab ko'rsin, o'ynasin. 8 million kichkina pul emas. Do'stlaringizga, ukangizga bir chiroyli ziyofat va borib qarindoshlar, urug'lar orasida qahramonsizda. 8 million. O'yin. Nima qilsinlar? Omadni sinab ko'raversin. Do'stlar ham gapirsinlar, do'stlaringiz bering. Necha yillik do'stlarisiz bular? Necha yillik? Biz Tolibjon bilan salkam shu 60 yillik oshna bo'lganmiz. Nima deysiz? O'ynasinlarmi yo 8 million ko'msinlarmi? 8 million ham yaxshi pul, lekin Ey yashang, o'ynasinlarmi? yaxshi pul. 8 millionmi? Yaxshi pul u ham. Ko'rdingizmi? Do'stingiz bilyaptilar. Lekin O'ylab ko'ring. Yaxshilab o'ylab ayting. lekin imkoniyati kuchli hali. Deyapman. Bu yoq qaramang. O'yin, Naq talik. beryapman. O'yin. O'yinmi? O'yin. O'yning. Xo'sh. Trekker, Cobalt Spark. Natija bir xil. Bularda ham 3 ta avtomobil, sizda ham 3 ta avtomobil. Siz institut o'qiysiz shekilli, oliygohda o'qiysiz. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filialida O'qiysiz. Birinchi bosqich talabasiman. Kontraktda o'qiysiz. Kontraktda. Kontraktingiz pulini 1 yillik biz to'lab beramiz, o'yinni to'xtatasiz. 8 million. Ben tarash o'tirmayman. 8 million kontrakt nech pul? 9,5, hozir yana 10% ko'tarildi, 11 millionga yaqinlashib qoldi. Ya endi uni yo'q, o'yis topasiz endi. 8 million yapayku. 8 million beramiz va to'xtatamiz. Ota, ayting bir narsa deng. Sizga qiyin bo'ladi. Kontrakt o'ylang. 8 million kam deyapti. 9 million qancha bo'libdi? Kam nech pul? Hozir 9,5 millionga yaqin. 9,5 million bo'lib, 1,5 million topa olasizmi? Topamiz xudo Toparkanlar. To'xtatamizmi o'yinni? O'yin. O'ynasinmi? O'ynang. O'ynang do'stim, o'ynang. Siz ham o'ylang. Davom etamiz. Kayfiyatni yana ham ko'tarib olamiz. Marhamat, 3 ta koptokchani akvariumdan tanlashingiz mumkin. Ahamiyat bering. Aralashtirishni boshladilar. O'yinimizdan kir yuvish mashinasi chiqib ketdi. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan qanday sovg'amiz chiqib ketadi. Go'sht qiymalagich chiqib ketdi. Chakka emas. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan Spark avtomobili chiqib ketdi. Spark. Kayfiyatni ko'taramiz. Oldinda. Barakalla, hali hammasi oldinda. Ana Tolib akamlarga ham yuzlanib olamiz. Marhamat, 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Orifjon ko'ring. Qanday taktika bilan o'ynayaptilar? Tolib akamizlar. Diqqat qilamiz, o'yindan qanday sovg'a chiqib ketishi mumkin. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Notebook o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat. Goodzone voucheri o'yindan chiqib ketdi. Bu ham yaxshi yutuq edi.
Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Tanlayaptilar. Diqqat qilamiz. Sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisi o'yindan chiqib ketdi. Xo'p, davom etamiz. Orifjon, sizga yuzlanaman yana bir bora. Marhamat, 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Olbaga. Ana endi ot izini toy bosar degan gap bor-ku, naql bor. Diqqat qilamiz, idishlar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Idishlar to'plami. Ahamiyat berasizmi? Ular ham taktika qilishni boshladilar, o'ylab koptokchalarni olishni boshladilar. Yaxshi. Mikroto'lqinli pech o'yindan chiqib ketdi. Mikroto'lqinli pech. Mana shu ortizda turgan qora rangli, mana qora tusli mikroto'lqinli pech edi. Eng so'nggi rusumligu, lekin hech qisi yo'q, hali sovg'alarimiz yana oldinda. Marhamat, so'nggi 3-chi koptokchani olamiz. Marhamat. Muxlislarimiz ham sizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Ko'rasizmi? Muzlatkich o'yindan chiqib ketdi, muzlatkich. Xo'sh. Navbat sizga yetib keldi. Tolibjon aka, marhamat. 3 ta koptokchani bittadan olishingiz mumkin. Tolib aka, muxlislarimiz sizni qo'llab-quvvatlashini ko'ryapsizmi? O'yinimizdan diqqat qilamiz. Spark chiqib ketdi. Spark avtomobili chiqib ketdi. Yo'q. Tolib aka, hali yutuqlarimiz oldinda. Bir dona mashina chiqib ketdi. Men hali bu yerda Cobalt bilan Tracker sizni kutmoqda. Marhamat, navbatdagi koptokchani olishingiz mumkin. Cobalt o'yindan chiqib ketdi. Cobalt. Tolib aka, xayolni jamlang. Ichki his-tuyg'ularni ishlating, ichki his-tuyg'ularni. Orif, do'stim, jigarim, ukam, ko'rdingiz-a? Qanaqa holat bo'layapti hozir? Qanaqa holat bo'layapti? Ketma-ket ikkita avtomobil o'yindan chiqib ketdi. Xo'sh, marhamat, siz ham 3 ta koptokchani olishingiz mumkin. Diqqat. Qo'llab-quvvatlaymiz, muxlislar. Diqqat. Idish tovoq yuvish mashinasi o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, Orifjon, navbatdagi koptokchani oling. Diqqat qilamiz. Televizor o'yindan chiqib ketdi. Navbatdagi koptokchani olamiz. Diqqat! Tracker o'yindan chiqib ketdi, Tracker. Tracker o'yindan chiqib ketdi. Chiqisi yo'q. Tracker o'yindan chiqib ketdi. Muhammadjon Bobojonov sahnamizda. Yana bir bora. Ey, amakijon. Amakijon, bitta Tracker ushlab turibdi. Boya sizga 8 million berdim, 8 million. Amakijon, hozir shu Tracker ketsa bo'ldi. 8 million ham bera olmayman. Amaki. Endi boriga bozor qilishimiz kerak. Men naqd beraman. 4 million. Tolibjon amaki, 4 million. 4 million beraman. Siz shu joyda o'yinni to'xtatasiz, 4 millionlik bo'lasiz. O'yin. Nima deysizlar? O'yin.
5 million qilsamchi, 5 million. Do'stlar. Aka, do'stingiz bilasa deng. O'yinni davom ettiring, o'rtoq. 5 million o'yin davom ettirsizlarmi? O'yin. 6 million bersamchi, 6 million. 6 million. O'ynaymiz. Do'da, hozir Tolibjon Bitirib o'rtoq, turibdi, keyin men bu narx bera olmayman, Do'da. davom ettiring o'yinni. O'ynaysizmi? O'ynaymiz. O'ynang, Do'da. Tolib aka. Tolibxonaga. Anvar aka, uzr, ozgina vaqtim bor. Nima bo'lyapti? Kontrakt nima bo'lyapti? Kontrakt. To'langanmi kontrakt? To'langan ha. Keyingi yilgacha. Hali 3 yilga to'lanmagan. 3 yilga. Mayli, 1 yilga azin yordam qo'ramiz. 1 yilga yordam qo'ramiz. 8 million beraman, shu joyda to'xtaydi. Okey, nima deysiz? 8 million. Qani, hozir men bu ko'pir chiqib ketsa, keyin bu pulni bera olmayman. O'ylab ko'r. Ukajon, hozir bitta ushlab turgan ko'pil. 8 million. Kontrakt, ota-onaga yordam bo'ladi. Qo'shing. Muhammad aka. Furqat aka, men o'zimning pulimdan 1 million qo'shdim shu bolaga, boshqa qo'sha olmayman. 9 million bo'ldi, kontrakt bo'ldi. Barakami? Barakami? Qo'shim. O'ynasin. To'g'ri, qo'ying. Qo'shim. Anvar aka, yana bitta o'ynasin. Hop. Davom etamiz. Tolib aka, marhamat, 3 ta kop to'kchani olishingiz mumkin. Diqqat. Studiyamiz mehmonlari. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan trekker chiqib ketdi. Trekker chiqib ketdi. Trekker chiqib ketdi. Davom ettiramiz o'yinni. Davom ettiramiz. Davom etamiz. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Trekker chiqib ketdi. Chiqisi yo'q. Lekin kayfiyatni ko'rib turibmizki, Tolib akamiz umuman tushirmadilar. Konditsioner o'yindan chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olamiz. Diqqat. Yumshoq mebellar to'plami o'yindan chiqib ketdi. Tolib aka, achendingizmi, achinmadingizmi? Mashina chiqib ketgan. Ozgina bor endi achinish. Ozgina bor-a? Bor. Orjon, 2 ta koptokchani olamiz. Tolib aka, bu ham omadga bog'liq ekan-da. Omadda. Qoyilman. Mana shu o'yinimizda ishtirok etishini o'zi omad. Diqqat qilamiz. O'yinimizdan qanday yutug'imiz, sovg'amiz chiqib ketadi. Chang yutgach chiqib ketdi. Marhamat, navbatdagi koptokchani olasiz. Orib, bilasizmi, meni ham ichim hozirda qizib ketyapti. Nimaga deganda, biron bir katta yutug'ini qo'lga kiritsanglar, men xursand bo'laman va sahnamizga Muhammadjon Bobojonovni yana bir bora taklif etib, 2 ta qutichani ochib chiqishlarini so'rab qolaman. Muhammadjon Bobojonov 2 ta quti bilan ehtiyot bo'lib chiqing, qoqilib ketmang, siqilib ketmang. Endi kontraktga yetmaydi-yu. Lekin mana shu qutichalardan birini tanlash kerak. Qani?
Shoshmasdan ichki xotirjamlik. To'xting. Qo'lingiz tursin. Iliqlik sezyapsizmi? Omadmi? Ochsinmi? Oching. Oching. Tabriklayman. Mana bu qutichada hech narsa yo'q edi. Bitta qarta chalib qo'yinglar ishtirokchimizga. Men shu yerdaman, yana chiqaman. Anvar aka, davom eting. Kayfiyatlar ko'tarildi. Zo'r kayfiyatlar a'lo. Tolib aka, yana sizga yuzlanaman, marhamat qilib ikkita qop to'kchani olishingiz mumkin. O'yinimizdan mikroto'lqinli pech chiqib ketdi. Yana bittasini olasiz, marhamat. Gaz plitasi o'yindan chiqib ketdi. Rahmat. O'yinimizni eng qizg'in pallasida Muhammadjon kirib keladilar. Rahmat. Lekin biz ko'rsatuvimizga kelgan ishtirokchilarimizni albatta juda hurmat qilamiz. To'g'ri. Ularga ozgina bo'lsa ham ko'makchi bo'lib, bir shu ko'rsatuvimizdan xursand bo'lib ketsinlar deb biz harakatdamiz. Rahmat sizga. Bu talaba ukamizga yordam berishim kerak. Hozir mana shu kobul chiqib ketgandan keyin men kontrakt tugur prezidentga pul bera olmayman. O'shanga ukajon 5 million beraman. 5 million ortiq bera olmayman. Mana ushlab turganman mashinalardan ikkitasi chiqib ketib qoldi. Bitta Cobalt bor. Hozir shu chiqib ketgandan keyin aytaman Preznoyga, ya'ni bir oylik yo'l chiptasiga pul bera olmayman. 5 million, rozi bo'linglar. 5 million. Nima deysiz? O'zingiz o'ylab ko'ring. 5 million yomon emas. Kontrakt yordam bo'ladi. O'ynayman. Nima deysiz? O'ynayman. O'ynaysizmi? Tushib ketyapsiz ko'rsiz? Tushib ketyapman. Agar hozir men Cobalt ketsam, yana ham tushib ketaman. Ukam, yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshilab o'ylang. O'ynaysizmi yo 5 millionmi? O'ynang uka, o'ynang. Endi Tolibjon, Amakijon, bizda bilasiz, tezkor degan o'yin bor. O'zi bu yog'i o'zi aniq bo'lib turibdi. Lekin ana shu tezkor o'yinda bittagina koptokchani olasiz. Ana shu koptokcha sizniki bo'ladi, o'yin to'xtaydi. Rozimisiz? Lekin Muhammadjon, ikkita quticha bor hali. Yo'q, qutichalar bular kuymaydi, yonmaydi. Nima deysiz? Keling bir baxt sinab ko'ramiz. O'ynab ko'ramiz. O'ynab ko'ramizmi? O'ynab ko'ramiz. O'ynab ko'ring aka, o'ynab ko'ring. Men shu yerda turaman, aka, davom ettiring. Bitta koptokchani olamiz, marhamat. Diqqat, o'yindan telefon chiqib ketdi. Tolib aka, marhamat, siz ham bitta dona koptokchani olishingiz mumkin. Go'sht qiymalarga chiqib ketdi. Yaxshi. Xo'sh. Orifjon, sizga yuzlanaman. Bitta koptokchani olasiz. Marhamat. Studiyamiz mehmonlari diqqat qilamiz. Butun e'tiborimiz markazda.
Diqqat! Yumshoq mebellar to'plari chiqib ketdi. Tolibaga marhamat, bir dona koptokchani olasiz. Diqqat qilamiz. Ikkita qutucha bilan Muhammadjon Bobojonov taklif qilamiz. Onatingizni yana bir bor sinab ko'rasiz. Marhamat. Muhammadjon Bobojonov. Amakijon hormang endi. Endi Tolib aka mana shu qutichalarni o'ynashdan oldin endi aziz suhbatlashamiz-da. Mayli. Qayerlarda ishlagansiz, qayerda nafaqaga chiqqansiz, oila a'zolaringiz, nevaralaringiz sug'urtalanganmi, yo'qmi, sug'urta polisini qayerdan xarid qilgansiz va ne ishda xarid qilgansiz? Zafardan 6 ta sug'urta. Zafardan? Zafar akamdanmi? Yo'q, Toshkent viloyati Bekobod tumani Zafar qo'rg'oni demoqchilar. Yaxshi-ku. Shu yerdan 6 ta sug'urta polisini olganman. Bilasizmi, Zafar shaharchasida bizni bitta mashinamiz ketgan. Zafar shaharchasida baxtli insondan biri bizni 200 ta mashinadan birini egasi bo'ldilar, g'olib bo'ldilar. Mana yana Zafardan mehmonimiz. Endi tanlaymiz endi, amakijon. Bu to'da shoshmang. Ichki xotirjamlik bormi? Bor. Qani eting, ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Eting bir band eting. Ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Ichki xotirjamlik. Tanlang. Ana, yurakka yaqin tanlaylik. Nima qilay? 200 ming bersam ochmasdan shunda 200 ming so'm olib qo'yaverasizmi? O'ynaymiz. 300 ming so'm siz uchun beraman. Ochmasdan. O'ynaysizmi? 1. O'ynaysizmi? 2. O'ynaysizmi? Oldim. Pul oldingizmi? 300 ming oldingizmi? Ochmaymizmi? Yo'q. Endi ochamiz azizlar. Amakimiz agar ochganlarida Amaki tabriklayman. Bunisi esa omadli amakimiz. Men sizga mana 1 2 va'da qilganman naqd beraman deb 3 qarsak azizlar. Oling. Olsang ham, topsang ham, yerdan olsang ham sanab ol. Sanang, doda sanang. Yaxshi. Soling, kissaga soling. Endi mana shu yigit yig'layapti o'sha. Endi men o'zim student bo'lganman, kontraktga 2 ta oliygohda o'qiganman. Qiyin, kontrakt to'lash qiyin. Kelinglar, 1 yillik kontraktini to'lab beraman. Nima deysiz? 1 yillik 9,5 million. O'ynaysizmi? O'ylab ko'ring. Qarang, 3 ta so'q qoldi. Qarang, bitta Cobalt, sug'urta polisi, planshet, yaxshi imkoniyat. Agar hozir Cobalt chiqib ketib qolsa, sizga unaqa yordam bera olmayman sizga. Maslahat so'rasam bo'ladimi? Ha? Maslahat so'rasam bo'ladimi? Maslahat so'ramoqchilar. Qayerda maslahat so'raysiz? Studiya mehmonlari diqqat studiya. Bir necha daqiqa diqqat. Marhamat. Muhammad aka, men o'zim studentman-da, buni amaki akasi bo'laman. Men o'zim O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olaman. Yaxshi. Bunga yordam tariqasida shu 3 yillik kontraktni to'lab bersalaringiz zo'r ish bo'ladi. Ana bo'lmasam Muhammadjon Bobojonov. Unda bunaqa qilamiz. 3 yil deyapsizmi? 3 yil. Men 1 yil dedim, sizlar 3 yil dedinglar. Qo'shing. Qo'sha olmayman. O'ynang ukajon. Ko'ramiz. O'yna. Muhammadjon. O'ylab ko'ring, chiqib ketyapman. 9,5 million. 9,5 million. Cobalt yuting mayli. Cobalt yutsin mayli. Men chiqib ketyapman.
Orifjon, davom etamizmi? Davom etamiz. Diqqat! Studiyamiz mehmonlari diqqat qilamiz. Orifjon o'yinimizni davom ettirishni xohladilar va Orifjon akvariumdan bir dona koptokchani olasiz. Diqqat. Marhamat. Diqqat, studiyamiz mehmonlari diqqat qilamiz. Mana shu 3 ta koptokchadan bittasini olasiz. Diqqat. Studiyamiz mehmonlar tinchlik bo'lib tursin. Tinchlik saqlab turinglar. Diqqat. O'yindan Kobel chiqib ketdi. Kobel. Nima gap? Omadda. Men nima dedim? Omadda endi. O'yna. Kayfiyat tushirmang. Xo'sh. Kayfiyat tushiramiz Orifjon. Hali bu yerda sug'urta polisi ham mavjud. 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisi, planshet bor. Xo'sh. Tolib aka, men ham hayajonga kirib ketdim ochig'ini aytganda. Hayajon? Hayajonga kirib ketdim men ham. To'g'risi, men shu student yigit yutsa men xursand bo'lardim. Hozir avtomobilsiz qoldi, mayli, hech qisi yo'q. Bitta koptokchani olasiz. Studiyamiz mehmonlar diqqat qilamiz. Tolib akam koptokcha olyaptilar. Va o'yinimizdan chan yutgach chiqib ketdi. Ana endi Orifjon xohlagan koptokchangizni olasiz, ikkitadan bittasini va mana shu akvarium ichida qolgan sovg'a sizniki bo'ladi. Marhamat. Studiyamiz mehmonlar diqqat qilamiz. O'yindan qanday sovg'a chiqib ketdi va yutug'imiz nima bo'ladi? Planshet o'yindan chiqib ketdi. Va mana shu akvariumda qolgan sovg'a Orifjonga nasib etdi. Bu sug'urta polisi. 5 million so'mga teng bo'lgan sug'urta polisi. Marhamat. Orifjon, tabriklayman. Eng muhimi mana shu o'yinda ishtirok etganingiz, omadingiz kelgani va 5 million so'mlik sug'urta polisini qo'lga kiritdingiz. Bu yog'ini Muhammadjon akangiz hozir tushuntiradi. Ungacha men Tolib akam bilan ham o'ynab olishim kerak. Muhammadjon, meni yonimga kelib turasiz. 5 million so'm yana kelib o'ynab albatta tirik yutib ketasiz ukam. Tolib aka, marhamat. Xohlagan koptokchangizni olishingiz mumkin. Diqqat qilamiz. Muzlatgich o'yindan chiqib ketdi. Va Tolib aka, sizni ham tabriklaymiz. Bu katta sovg'a bo'ladimi, kichik sovg'a bo'ladimi? Mana shu akvariumdagi so'nggi sovg'amiz sizniki. Monitorimizda planshetni qo'lga kiritganligingizni aytishimiz mumkin bo'ladi. Monitorda mana shu yozuvlar turibdi. Eng muhimi, katta sovg'ami, kichik sovg'ami, mana shu o'yinimizda siz ham omadli ishtirokchi bo'lib, marhamat, yutuqlarni qo'lga kiritdingiz. Rahmat. Tolibjon aka, ko'rsatuv haqida fikringiz, qanaqa taassurotdasiz? Allah taassurotimni yaxshi, o'yinlar o'ynashsin, yutishsin, bizga o'xshab o'yinga chiqishsin, mayda liniyada ko'rishga. Shu yerda turaman deb ishtirok etaman deb o'ylaganmisiz? Yo'q, o'ylamadim. Mana shu sug'urta polisini olib kelgandan keyin o'zimni nimamni sig'may ketdi. Hayajon cheksiz. Hayajon cheksiz. Men esa ukajonimni tabriklab qo'yib, ukajon bu o'yin taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar yaxshi, albatta. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi kayfiyat. Oxirigacha o'ynayman deb kelganim, mana o'ynadim. Endi nasibda endi shu chiqqan ekan. Xafa emasmisiz? Yo'q, albatta. Muhammadjon,
Ana endi o'yinimizda yana bir shart borki, mana shu o'yinimiz ishtirokchilari navbatdagi o'yinimizning 6-sonida ishtirok etadigan ishtirokchilarni aniqlab berishlari kerak bo'ladi. Orifjon, elektron tizimimizga yaqinlashasiz va u yerda tugma bor. Navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisini aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Kafil showni Telegramdagi rasmiy kanaliga ulaning. Bizda ko'rsatuvimiz haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Diqqat qilamiz. Navbatdagi o'yinimizda omadli sug'urta raqamini ishtirokchisi ishtirok etadilar. Sug'urta polisining raqami 0455 422. Takrorlayman. 0455 422. Rahmat Orifjon. Tolib aka, sizni ham taklif etamiz. Marhamat. Siz ham navbatdagi ishtirokchimizni, omadli ishtirokchimizni aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. Tolibjon aka juda omadli inson va keyingi ko'rsatuv soniga qaysi omadli insonni aniqlab berar ekanlar. Vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi. Sanoqli soniyalar. Diqqat! Navbatdagi o'yinimizda omadli sug'urta polisi egasi ishtirok etadi. Sug'urta polisining raqami 0510 355. 0510 355. Rahmat. Joyingizni egallab turishingiz mumkin. Ana endi biroz vaqtdan so'ng biz qo'ng'iroqlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bizning muxlislarimiz va studiyamiz mehmonlari biz faqatgina sizga 95 kodli 478 1001 telefonidan qo'ng'iroq qilib murojaat qilamiz va albatta mana shu telefon qo'ng'irog'i bo'lganda telefonlaringizni go'shagini ko'tarishingizni iltimos qilamiz. Boshqa hech qanday telefon raqamidan qo'ng'iroq qilmaymiz. Yana bir bora telefon raqamimizni qaytarib o'taman. 95 kodli 478 1001. Ana endi biz hozir navbatdagi o'yinimiz ishtirokchisi bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Bir narsa ta'kidlab qo'ymoqchimizki, agarda mabodo biz qo'ng'iroq qilgan raqam egasi telefonlarini ko'tara olmasalar yoki nimadir bo'lib qolib aloqaga chiqa olmasalar 72 soat mobaynida 72 soat ichida bizni kafil sug'urta kompaniyamiz xodimlari ushbu abonentimizga, ushbu mijozimizga aloqaga chiqishga harakat qilishadi. Rahmat. Maloxon, salomat bo'lasiz. Diqqat qilamiz. Birinchi mijozimizga qo'ng'iroq qilamiz. Diqqat. Assalomu alaykum. Sizni mahalla telekanalidan bezovta qilyapmiz. Kafil show dasturidan. Anvar Salimov bo'laman, ko'rsatuv boshlovchisi. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat aka. Assalomu Kechirasiz, o'zingizni tanishtirsangiz. Shahrom Baxtiyorov. Samarqand tumani. Urgut tumanidan qoyilman. Sizni Kafil show dasturining navbatdagi soniga taklif etamiz. Sizga bizni xodimlarimiz aloqaga chiqishadi. Aloqada bo'lib tursangiz, iltimos, sizni tabriklaymiz o'yin ishtirokchisi bo'lganingiz bilan. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Navbatdagi bizni ishtirokchimiz yana Samarqand viloyati Urgut tumanidan ekanlar. Umumiy olganda bugungi o'yinimiz g'oliblarini chin dildan muborakbod etamiz. Bu qanday sovg'a bo'ladi? Kattami, kichikmi? Eng asosiysi omadi bor insonlar bugungi o'yinimizda ishtirok etishdi. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Kafil sug'urta kompaniyasi. Homiy Goodzone brendi ostidagi maishiy texnika do'konlari. Endi Anvar aka, g'oliblarimizni biriga men ajoyib bir sovg'ani topshirmoqchiman. Topshiring, marhamat. Bizni talabamiz, bizni faxrimiz, ukamiz mana 5 millionlik
sug'urta polisini egasi bo'ldilar. To'g'ri. Men mana shu polisni ularga topshiraman. O'ylaymanki, mana shu polis orqali siz yana mana shu ko'rsatuvimizga mehmon bo'lib, ishtirokchi bo'lib kelasiz. Rahmat sizga. Oldinga chiqib shunda ko'rsatib qo'yasiz. Orifjonni o'qishlariga barkamollik tilaymiz. Oliygohlarni eson-omon bitqazib, yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lasiz degan umiddaman. Tolibjon aka, siz ham bizni oldimizga kelasiz. Sizni ham bugungi yutuqlar bilan chin dildan muborakbod etamiz. O'rtaga oling ishtirokchilarimizni. Marhamat. Eng asosiysi bugungi muxlislarimiz sizlarni qo'llab-quvvatlab, sizlar bilan birgalikda bo'lishdi. Mana bu olqish qarsaklar yana sizlar uchun. Aziz muxlislar, atigi 5000 so'm evaziga o'zingiz sug'urta qilasiz va ko'rsatuvimizning ishtirokchisi bo'lasiz. Biz sizni albatta mana shu studiyada, mana shu sahnada kutamiz. Sog' salomat bo'ling. Xayr!